Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Mana navbatdagi darvozamiz Toshkent viloyatiga o'rnatdik. Darvozamizni eni 330, balandligi 345 razmerda. Darvozamiz polni materiallari qalin, yondorlari 10 ga 5 2 stenkada, tagi 10 shvilder. Ichki profillari 1,5 stenkada, 1,5 stenkada, listlari 1,2 stenkada bo'ldi. Gibrid fason bu high-tech fasonimizga moslab gibrid fason qilib yasaganmiz. Xudo xolasa listlari ham qalin, baquvvat. Hech qanaqaligi bir sharaq-shuruq tunukaga o'xshab ovoz chiqarib qolmaydi. Xudo xolasa baquvvat holatda chiqdi. Nerjivenkalari ham qora nerjivenkadan qo'yib berganmiz. Kraskalari ham toza Hammer Turedskiy kraska sepilgan, temerniki o'zi toza kraska sepilgan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasizlar. Xudo xolasa butun O'zbekiston bo'ylab dastavka uстановkamiz mutlaqo bepul. Nerjivenkalari ham xudo xolasa juda chiroyli holatda, oyna singari turadigan toza nerjivenka, unaqa zang chiqarib boshqa bo'lmaydi. Zamoklarimiz toza Zuber zamok, ochilib yopilishlari ham yengil, xudo xolasa juda chiroyli xizmat qiladi.